Assalomu alaykum. Bugungi brifing O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tomonidan o'tkazilayotgan Formula 2025 ilmiy ommabop festivaliga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga doir davlat dasturi to'g'risidagi 16-sonli farmoni bilan tasdiqlangan amaliy tadbirlar rejasida belgilangan vazifalar, shuningdek, aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida ilm-fan, axborot texnologiyalari, san'at va madaniyatni ommalashtirish hamda yoshlarni ilm-fanga jalb qilish maqsadida 2025-yil 17-may kuni Toshkent Botanika bog'ida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tomonidan ochiq osmon ostida Formula 2025 keng ko'lamli ilmiy ommabop festivali o'tkaziladi. Formula 2025 O'zbekistonda olimlar, ixtirochilar, o'qituvchilar, talabalar, maktab o'quvchilari, ilm-fan va kelajakka befarq bo'lmagan barchani birlashtiradigan birinchi keng ko'lamli hamda akademik hamjamiyat va keng jamoatchilik o'rtasida o'zaro muloqot platformasidir. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlar o'rtasida ilm-fanni ommalashtirish, ilmiy tadqiqot faoliyatiga qiziqishini uyg'otish va ilmiy bilimlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini ko'rsatishdan iborat. Festival keng jamoatchilikka ilm-fan yutuqlarini namoyish etish, olimlar va yoshlar o'rtasida bevosita muloqot uchun platforma yaratish, ilmiy fikrlash va tanqidiy idrok etish madaniyatini shakllantirish, istiqbolli ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirishga yo'naltirish, innovatsion loyihalar va texnologik startaplarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Festival kun tartibidan turli yo'nalishlarda ko'zga ko'ringan yirik olimlar ishtirokidagi ommaviy mini ma'ruzalarni o'z ichiga olgan Science Talks, Fanlar akademiyasi olimlarining ilmiy izlanishlarini aks ettirgan interaktiv stendlar va ko'rgazmalar, kichik laboratoriya sharoitida turli eksperimentlarni o'tkazib ko'rish imkonini beruvchi tajribalar bilan yorqin bolalar maydoni, turli sovrinli viktorinalar va mahorat darslari, Texnoplov va batareya uz loyihalari asoschilari bilan uchrashuvlar, bir kun podkast ishtirokida She Science panel muhokamasi, Comedy Science Battle doirasidagi ilmiy hazillar, Fanlar akademiyasi olimlari o'rtasida zakovat intellektual o'yini va yorqin musiqiy chiqishlar o'rin olgan. Festival kun tartibidan o'rin olgan Science Talks orqali ishtirokchilar biologiyadan tortib arxeologiyagacha bo'lgan turli fanlar bo'yicha olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy yangiliklar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Festival ishtirokchilari nafaqat ma'ruzalar, balki interfaol zonalarda shaxsan ishtirok etib, haqiqiy tajribalar, laboratoriya eksperimentlari va hatto ilmiy stendlarda mini ekspeditsiyalar ishtirokchisiga aylanishadi. Bu esa ilm-fanni jonli aks ettirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, Retro kino klubi jamoasi tomonidan tashkil etilgan ilmiy kino burchagi ham tadbir ishtirokchilariga manzur bo'lishi shubhasiz. Ochiq osmon ostida ishtirokchilar buyuk ajdodlarimiz, zaminimizdan yetishib chiqqan allomalar Mirzo Ulug'bek, Abu Ali ibn Sino, shuningdek O'zbekiston Fanlar akademiyasining birinchi prezidenti va akademigi Toshmuhammad Qori Niyozov kabi buyuk insonlar haqidagi filmlarni tomosha qilishlari mumkin. Shuningdek, Fanlar akademiyasi olimlarini 24 ta jamoaga birlashtirgan zakovat intellektual o'yini festivalning o'ziga xos jihatlaridan biridir. O'yin eng zo'r aql egalarini bir joyga to'playdi va fan nafaqat laboratoriya, balki jamoaviy ruh va jonli muloqot ekanligini ko'rsatadi. Qisqa qilib aytganda, Formula 2025 fan festivali mamlakatimiz tarixidagi eng yirik tadbir bo'lib, O'zbekiston Respublikasi mazkur festivalni har yili O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mazkur festivalni har yili an'anaga aylantirish, ishtirokchilar va uning ko'lamini ilmiy ta'lim muhitiga ta'sirini kengaytirishni reja qilgan. Festival yoshlarning ilm-fanga, ilmiy faoliyatga qiziqishini oshirishga, mamlakatimizda ilmiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash hamda ilmiy yutuqlar va innovatsiyalarni keng jamoatchilikka yaqindan tanishtirishga xizmat qiladi. 17-may soat 10:00 da Toshkent Botanika bog'iga tashrif buyurib, festivalda faol ishtirok eting va o'zingiz uchun ilm-fanning yangi qirralarini kashf qiling. Shu kabi yangiliklar bilan Fanlar akademiyasining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.